Assalomu alaykum. Parandachilikka qiziqadigan aka-ukalar. Andijon qora jo'jalarimiz xudo xolasa 9-10 kunlik bo'lib qoldi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon raqamlarini qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Jo'jalarimiz sog'lom, vaksinalari berilgan. Yeb ichishlari joyida mana xudo xolasa. Vodiy bo'ylab bu yerda keyingi Andijon qora jo'jalarimiz xudo xolasa 10 kunlik bo'lib qoldi. 10 kunlik bo'ldi. Xudo xolasa jo'jalar sog'lom. Yeb ichishlari chiroyli mana. Aloqaga chiqaverasizlar. 24 ga 7. Bu xonamizdagi keyingi Andijon qora bu brullerlarimizning ikkinchi xonasi. Ikkinchi xonadagi brullerlarimiz. Assalomu alaykum. Bu xonamizda brullerlarimiz bor. 7 kunlik bo'ldi, xudo xolasa. Brullerlarimiz ham sog'lom. Yeyishlari zo'r, ichishlari zo'r. Ularda ham vaksinalar qilingan. Aloqa. Andijon qora jo'jalarimiz xudo xolasa 7-8 kunlik bo'lib qoldi. Kimga kerak bo'lsa, qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqsanglar. Ko'proq kolleksiya kerak bo'lsa, dastavka qilib olib beramiz. Vaksinalari qilingan. Sog'lom jo'jalar.